Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 2. Xan yarlıqıға binaən tutulğan 40 günlük Məxtumzadə musibetini tamamlagan Astana rəstələri yana qaytadan avatlaşıb qızıb ketgan idi. Cümə vaqtiga ulgurib, neçə yüzləyən sopi dərvişlərini əgəşdirib, Astanaga yetib gələn Xoca Hidayətullah İşan Altın darvazası arqılıq Astanaga hayvətlik cərri samaları bilan kirib gəldi. Udul Altın məscidinin aldığı kelib toxtadı. İşan Pirimning keldiganligidan oldin xabar topgan Ostondagi sulki ishqiya muritlari Altın masjidning oldidagi saynada saqlab turishgan edi. Ular İşan Pirini yiroqdan ko'ribla oldiga yugurishdi. O'zangisini, oyoqlarini, to'nning pashlarini so'yishdi. Ko'zlariga surtishdi. İşan Pirining jamolini qayta ko'rishga muyassar bo'lganlik xushalligida ko'zlarini yoshlashdi. Hafızlar hükümetlerini okuşup, sopi dervişler cari samağa düşüp gitti. Altın mescidinin aldidagi bu sayna Hidayetullah İşan astanını taşlap, geçip ketkenden buyan tuncu qitim cari sama sadaları bilen yana qaytadan qızıp ketken idi. Bugünkü cüme namazıga ulgurib Astanaga kirishni ve Altın mescid aldidagi bu katta saynada cari sama sorununu qızitishni Hidayetullah İşan alohida boshqa turib planlagan edi. Chunki Astandagi eng cho'ng qabristonlik Chiltanlarim va uningga yondosh bino qilingan xon jamoatining qabristonligi Altın Duqumning qichidagi cho'ng jamialarning biri. Altın masjidda har juma kuni Sultan İsmail Xondan tortib barliq ulug' ushshaq o'rda arkonlari, katta boy zardarlar va oddiy shahar fuqarolarigacha juma namozi o'qiydi. Namazdan yenib Altın Duqum va Chiltanlarimdagi xon sultonlardan tortib oddiy avomning tuproq beshida duo tilovat qilishadi. Hidayetullah İşan mana shu aplik fursatni tanlab Ostanaga qadam besib, Altın masjidning oldidagi bu saynada murid muxlislar bilan ko'rishib, o'zining sur hayvisini, nom shuhratini namoyish qilyotdi. Şuna o ilgirikiga o'xshash jari sama sorunni xalifa suluk mas'ullarining boshqarishiga tashlab qo'ymay, shaxsan o'zi boshqarishga kirishgan edi. Necha o'nlagan hofizlar, xalifalar, suluk mas'ullari Hidayetullah İşanni orga ilib chiqqan bo'lib, İşanga agishib hukumat o'qishga kirishgan edi. Chiqsam tog'lar boshiga, chilatan bo'lsam bo'lg'aymu. Noşiravan adildek sultan bolsam boğaymu. Ağ bulutla ağdursam, sansız yağmur yağdursam, sır deryalar ündürüp bostan qısam boğaymu. Hüm Allah'ım, hüvi Allah'ım. Polat halkılık yüzlegen sapayla hayvat bilen caldıqlaydı. Sapayı halkılardan quyosh nurunun val-vul uçquları çaşıraydı. Cari sadaları Astana osmanını larziga silib gürüldeydi. Neçe onlagan hafızның arsida Hidayetullah İşanның hem muңluq, hem jaranglıq avazı olaydı anlıp turatdı. Tevrat ilmin oqsam, türi sınağı çıksam, haq bilan roz etişip Musa bolsam boğaymu. Hüm Allah'ım, hüvi Allah'ım. Ya menhu ya Allah, haq dost ya Allah. Cüme vaqti qistab qalgan edi. Samaga tushib qizib qalgan sopilarning xeli ko'p qismini halqa akatgan bo'lib, ular hammani unutgan holda hüm deb og'izlaridan ko'pik choshirtib, to'lashqinicha bir izda to'xtamay piyqirishadi. To'la cho'rgalab besh qiyib ketganlari yerga pop yiqilishadi. Şu esnada Sultan İsmail Xonning boshchiligidagi Amri Kabir Mirza Babaq bey, Ostana Amri Mirza Avaz bey qatorliq bir to'p o'rda arkonlari Altın masjidning oldidagi saynaga yiqinlab kelib qoldi. Buni ko'rgan Hidayetullah İşan "Avvo!" deb bar ovoz bilan nar tortdi. Bu İşanning jari samoni to'xtashga bergan farmoni edi. Bir izida to'xtamay piqirab boshlari qiyib, ko'zlari olachakman bo'lib ketgan, butkul Ostana xuddi piqiravatgandek tuyg'uga kelib qolgan sopi darvishlarning qulqiga İşanning buyrug'i kirmayotgandek qiladi.
Molla Saqi qatarlıq xalifalar sorunğa düşüb, texçilar jari silib piqiravatqan sopalarni turtib, ittirib yurib to'xtatib oldi. Sa'diya taxtida o'tirgandan beri bunchavala ko'p odam ishtirok qilgan hayvatlik jarisama sorunni ko'rib baxmagan Sultan Ismoilxonga bu sorun ham tasodifiy, ham to'liq dabdabalik ta'sirat qoldirdi va so'pi darvishlarning orasidagi beshiga yo'g'on oqsalla o'rvagan, uchisidagi oq shoyi yettak ustidan navodirang ro'mol chigib olgan, bo'lishiga qo'yayotgan qip-qora soqollarini chiroyli tarab yasinib olgan, ikki mangzi chilondek qizil, tambal, so'latli kishiga qiziqib nazar tashladi. Shu topda Hidoyatullo Eshon bilan Sultan Ismoilxonning ko'zlari uchrashib qolgan edi. Hidoyatullo Eshon bilan hozirgacha didor muloqoti bo'lib baxmagan Sultan Ismoilxon bu yo'chun kishiga ham qiziqish, ham gumoniy nazarda qarab qolgan edi. Xo'ja Hidoyatullo Eshon, "Ashu kishi shu", dedi xonning qishida turgan Mirzabobaq. Hidoyatullo Eshonning Ostoniga ziyoratga ketishidan Qashqar amri Mirza Haydar Do'g'latining o'rdiga yo'llagan ma'lumoti orqali xabar topgan Sultan Ismoilxon Eshon bilan bu yerda bundaq yo'sinda uchrashib qilishini zinhor xayoliga keltirmagan edi. Ko'ngliga pukkan planlarining muvaffaqiyatli ro'yobga chiqayotganligidan ichida tan qilayotgan Hidoyatullo Eshon murut muxlislariga aymandirib qarab odatlangan o'tkir nazarini Sultan Ismoilxon, Mirzabobaq va Mirza Avazbekka bir necha daqiqa tikilib qarab turgandan keyin salmoq qadamlar bilan oldiga qarab mangdi. Eshonning o'zi tarafga kelayotganligini ko'rgan Sultan Ismoilxon Eshonning oldiga qarab mengishdan o'zini aran tutib turadi. "Assalomu alaykum, on hazratim." Eshon qo'lini ko'krigiga og'nicha xonga salom berdi. "Va alaykum assalom." Sultan Ismoilxon Eshonning salomini ilik oldida ko'rishish uchun qo'lini uzatdi. Saidiya xonligidagi bu ikki mashhur kishining ko'rishishiga atrofidagi minglagan xalq guvoh bo'ldi. Ular uzundan uzun omon esenlik so'rashdi. "Suhayil yulduzimiz, adalet panoh, xonu xaqon olilarining muborak jamolini har nafasda seg'inib kelgan edim. Maşallah, bugun didor muloqoti bo'lishga nisb qilibdi. Necha vaqtdan beri bizlar kim sulki ishqiya muxlislarining sultonul muvaqqaqini bo'lmish piri buzrukni adalet qilishlarining soyasida aman esen saqlab, ayarlarimizning zulm tig'laridan qutuldirib kelganliklariga yiroqdan duo tasannolarda bo'lib kelgan edim. Mana bugun o'z zabonim bilan rahmat hashqallamni bildirishga haqda Alloh egam buyuribdi. Kamillarining hurmat ehtiromini qabul qilg'aylar, dedi Hidoyatullo Eshon. Uzoq yo'l yurib, uzoq yo'l mangdirib, ko'p haraj tatqizib qo'yibdiq. Aslida hazratlarining dargohiga o'zimizning ziyoratga berib, muloqoti bo'lish niyatimiz bor edi. Saltanat ishlari bilan qo'yma aldirash bo'lib ketdik, dedi Sultan Ismoilxon. Ondaq demagaylar qiblagohim. Aslida allaburun kelib, olilariga salom berish yo'limiz bor edi. Ammo merhum cennet makan, ciğenim, Mehtumzade Hazretleri bilen aramızda ixtilaf boğallıqı sebeplik astaniga qadam besishtin tolumu ehtiyat qilib keldik. Aslida musulmonlar o'tirsida adovat saqlash joiz emas edi. Bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ummatlarga adovatni bir ko'nglakni yuyib aptapqa silib, qurutquchilikdan ortiq vaqt saqlash harom degan. Ammo ki bu ishlardan qiblagohimning xabari bor. Hala bugungi kunda Mehtumzodimiz yaratgan egisiga bandichilik qilib, bizlar kim tag'oi buzrukning yurak bag'rini dog'lab, bu vafosiz dunyodan ketib qoldi. Hidoyatullo Eshon hasratlangan holda shundoq dedi-da, soqollarini yungdab g'ozi ichishga boshladi.
Va dariha, növət meninki emasmidi qarindishim. Sizga o'z qo'lim bilan bir piyola choy tutib, o'tirimizdagi adovatni yuyishni ko'nglimga pukkan emasmidim qarindishim. Sultan Ismoilxondek Bahodir xonlarni tashlab ketdingizg'u qarindishim. Bu dardimni endi kimga aytaman qarindishim? Hidayetullah Eshon ana shunda g'azo oshqanicha Sultan Ismoilxonning qo'liga isilib ho'kirab yig'labdi. Atrofdan boshda mishildigan, xirtildigan ovozlar anglandi. Keyin butkul saynani yig'i kalkuni bosdi. Buningdan ta'sirlangan Sultan Ismoilxonmi ko'ziga mo'lladi yosh oldi. Savri qislo hazratim. Balog'i savri qazoga rizo debdikan. Dedi Ismoilxon Eshonga tasalli berib. Xudo ul marhum zoti muborakning yotgan yerini jannat qilar. Ul jannat makon buzrukning pushtuhani, pushtu panohi bo'lmish. Ikki mahtum zotimiz qani. Men ul aziz farzandlarni bag'rimga bosay, judolik hijronida dog'langan yurak bag'rimni ozroqmi bo'lsa aram topqizay, dedi Hidayetullah Eshon o'pkidab turib. Ikki mahtum zotimiz tehichila jannat makon piri buzurgimizning muborak xutbixonasidan chiqmay motamda turibotidi, dedi Sultan Ismoilxon. O farzandlar bilan ko'rishga imkoniyat bo'larmi qibligahim? Deb tovanchilik bilan o'tindi Eshon. Inshaalloh juma namozdan yenib marhum buzrukvorimizning qasriga birlikda Fotihaga borgaymiz. Ular mundashqash, to'lima haybatlik silinib, hashamatlik bezalgan oltin masjidga kirdi. Sultan Ismoilxonning talabiga binoan Xo'ja Hidayetullah Eshon juma peshin namoziga imomatchilik qildi. Namazdan yenib, avval Oltinluqum qabristonligidagi Sultan Saidxon, Sultan Abdurashidxon qatorliq xon sultonlarning maqbarasini. Keyin Chittanlikim qabristonligiga kelib, marhum maxtumzodlardan Xo'ja Shodi, Xo'ja Abdullah Eshon qatorliq Sulki Isoqiya peshvolarining maqbarasini tavob qildi. Bu yerdimi Xo'ja Hidayetullah Eshonning ko'z yoshlari yomg'irdak to'kilib turdi. Bu ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rib turgan Sultan Ismoilxonning Hidayetullah Eshonga bo'lgan qoyilligi va hurmati hassilab oshmoqda edi. Shunga u Eshon o'rnidan qo'zg'almoqcha hargiz qo'zg'almadi. Eshon qo'lini duoga ko'tarmaguncha zinhor qo'l ko'tarmadi. Sultan Ismoilxonning Xo'ja Hidayetullah Eshonni boshlab Fotiha kelayotganligidan xabar topgan Rajab Darvish xutbixonasida ikki maxtumzodiga shu Ayib xo'ja bilan Daniyal xo'jaga Sultan Ismoilxon ustidan dodxo'rlik qilib beryotdi. Jannat makon padaru buzruklarimizning muborak kirpikiga texi to'puquna qo'nmayla Dahri Ismoilxonning osiylik yo'lini tutib, murtad Hidayetullah Eshonga hurmat ehtirom bildirganligi shak shubhisizki Janobi ikki maxtum zotimizga yuzsizlik qilmoqlikdan, Sulki Isoqiya irodatidan yuz o'rmakligidan bishoratdir. Yoranlarning yetkizgan ma'lumotidan qaraganda, xon olilari juma namozidan yenib, murtad Hidayetullah Eshon bilan qasri muborakka Fotihaga kelib tumish, dedi shu Ayib xo'ja. Etsilichu, ey xalifam, hamdi qandoq qilmoqlik kerak? Sultan bilan bugun ko'rishmisunlar, dedi Rajab Darvish oppoq soqolliq beshini gildanlatib turib. Bunda qilsaq, xonga hurmatsizlik qilgan bo'lmasmi? Yana so'radi shu Ayib xo'ja o'ylangan holda. Yo'qsa, hargiz undoq bo'lmaydi. Garchi ikki maxtumzodam yosh jihatdan kichik bo'lsa-mu, Ismoilxon ikkilariga qo'l berib, janoblarini piri azim tutgan. Murid muxlisining ziyoratini qabul qilish qilmaslik pirning o'z ilkidagi ish. Buni hurmatsizlik degil bo'lmas. O'z vaqtida marhum jannat makon piri buzruk avliya azam padarlarimi Ismoilxonning ziyoratini bir necha qitim qabul qilmagan. Mana hozir ashaddiy ag'yorlarimiz mulhid
Hidayetullah İşan Sultan bilan birga kelib o'tibdimish. Eslerden herkes kötürülüp kalmışsın ki, məxtumzadlarım, cennet makan pəderlərinin vaqtsız zəhərlənib, əcəl şarabını tetişida, aşı Hidayetullah degen to'ng'iz murtatning iblis qo'li bordir. U laditi do'zaxi texi tap tatmasdan bo'sug'imiz tubiga qadam besishga jur'at qilgan ekan. Yana nimaga qarab turamiz, aka? Dedi Daniel Hoca g'azabdan bo'yinrig'icha qizirib. Mana men o'z qo'lim bilan ul murtatning itqollisini fosiqdan judo qilib, marhum padarimning qon qisosini olaman. Açıqlarga haybasla Məxtumzadəm, dedi Rəcəb Dərviş. Çaşırab turğan Daniel Hocani to'sib turib. Bundaq yengillik qilishqa zinhor bo'lmaz. Emiz qandoq qilamiz? Aytsilichu, ey xalifam, dedi Daniel Hoca ko'zlariga qon to'lgan holda bo'g'ilib. İkki Məxtumzadəm xotirjam bo'lsin-ki, u lanati Hidoyatullahdan jannat makan piri buzurgimizning qisosini cho'qim olamiz. Hamma ishlarni o'rinlashtirib qo'ydim. Әті үгін ішіде ул mulhitning o'lim musibatidan bir heyt o'ynaymiz. Shu asnoda xutbexonaga paypaslab kirgan so'pi xizmatkor bo'sug'i tubida turib xabar yetkazdi. Məxtumzodlarimizga ma'lum bo'lg'ay, Sultan Ismoilxon oliylari bilan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon hazratlari qasrining darvozasi oldida saqlab qoldi. Bu xabarni anglab, ikki Məxtumzoda qanday qilamiz degandek qilib Rajab Darvishga qaradi. Məxtumzodlarim xotirjam aram og'ay, xon oliylariga javobini o'zim bergayman. Rajab Darvish shundoq dedi-da, xutbexondan chiqib qasrning darvozasiga qarab mangdi. Qasrning oldidagi kangri saynoda Sultan Ismoilxon Xo'ja Hidoyatulloh Eshon bilan Mirza Babaqbay, Mirza Avazbay qatorliq bir qism amirlar bilan darvozaning ichilishini kutib saqlab turadi. Gerçi Sultan Ismoilxonning beshiga mahramlari soyvan tutib turgan bo'lsa-mu, tinchlik havoda chip-chip terlab ketgan edi. Rajab Darvish darvozadan chiqib keldi-da, Sultan Ismoilxonga ikki qo'lini ko'ksiga elib turib salom berdi. Assalomu alaykum, ana hazratim, qutlug' qadamlariga hasanat. Özünü darvoza oldida saqlatganligidan xafa bo'lgan Ismoilxon Rajab Darvishning salomini so'g'uqli ilik oldida Məxtumzodlarning chiqmag'ini ko'rib ajablanib so'radi. Məxtumzoda piri buzurgimiz ko'rinmaydi-ku? An hazratimga ma'lum bo'lg'ay, dedi Rajab Darvish yana egilib turib. Ikki Məxtumzoda piri buzurgimiz boya juma namozdan farih bo'libla mehmon ziyoratchilarni qabul qilmaydiganliklarini bildirib, xutbexonaga kirib ketgan. Shunga xabar qilishga ilojisiz qoldik. Məxtumzodlarga ma'lum qilsinlar. Qashqardan tog'ai buzurgi Xo'ja Hidoyatulloh Eshon hazratlari marhum jannat makon pir buzurgimizning musibat fatihasiga otoyindan keldi. On hazratim zinhor ranjimigay. Başqalar bo'lsa bir nuri edi, ammo ul murtad Hidoyatulloh Eshonga a'uzu billah zinhor darvoza ochmag'aymiz. Qablgohimizning oldida adabsizlik qilmasalar, ey xalifam, dedi Mirza Babaqbek Darvishga vaqirab. Shu topda Sultan Ismoilxonning Xo'ja Hidoyatulloh Eshonga ziyoda ko'rsatayotgan hurmat ehtiromidan ichi pushib turgan Mirza Babaqbay Rajab Darvishning burnining uchini ko'rib, Hidoyatulloh Eshonga bo'lgan adovatini pesh qilib, Sultan Ismoilxonni ranjitib qo'yishidan ham shu sababli xonning Hidoyatulloh Eshon tarafga texmi eg'ib ketishidan ansirab qolgan edi. Hidoyatulloh Eshonning kutgani shu edi. Bir qıtımlıq köz yeşi arqılıq Sultan Ismoilxonning hissdoshligiga osonli erishib olgan Eshon o'zi bilan Məxtumzodlarning mangu chiroyli ko'rishmaydiganligini bilib tursa-mu, Sultan Ismoilxonga Məxtumzoda qasriga Fatihaga berish talabini aytgan. Ismoilxon bo'lsa, ner berisini o'ylashmayla ma'qul bo'lgan edi. Mana hozir Mirza Babaqbek vayim yegan ish oxiri yuz berdi.
Məxtumzadlarni olqiniga ilib olgan Rajab Darvish kelgusini o'ylamay Xo'ja Hidoyatullo Eshonga qir ko'rsatish uchun Sulton Ismoil xonning yuzini qilmay dilini ranjitib atadi. Açıqlanmagayla Əmir Kəbir canoblari, on hazratimga adabsizlik qilishqa haddim emas. On hazratimmo maxtumzodlarimizga qo'l berib murid bo'lgan, saodatman soqiya sulkimizga irodat qilgan. Men faqat piri buzurgvorimizning buyrug'i bo'yicha ish qila olayman. Chunki pirning xizmatini qilish, pirning buyrug'iga farmandorlik bo'lish, farmanbardorlik bo'lish bizlar kim murid muxlislar uchun vojibdir. Agar bu ishim adabsizlik bo'lsa, on hazratimning adolat qilishi ostida jon tasadduq qilishga men rozi. Xalifa Rajab Darvish janoblaridan tubanchilik bilan shuni iltimos qilamanki, u jannat makon padaru buzrugdan yetim qolgan farzandni bizlar kim tog'oi buzrug qarindishi bilan ko'rishtirgayla. Ashu aziz farzandlarning didoriga qiynalishdan o'zga muddaoyim yo'qdir. Bu oddiy talpimizni navoda janobi jannat makon Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon buzrugvorimiz hayot bo'lgan bo'lsa-mu ravo ko'rar erdi, dedi Hidoyatullo Eshon yana ko'z yoshlarini iqitib turib. Tahqiqi Hidoyatullo Eshon shu topda o't quyruqliq qilib atadi. Bunun Hidoyatullo Eshonning chandurmay o'ynayotgan o'yini ekanligini bilmagan Sulton Ismoil xonning Maxtumzodlardan butunlay ro'yi qaytdi. U Rajab Darvishni o'limga buyurishdan o'zini aran tutib olib, g'azab bilan birni olaydi-da qaytishga amr qildi. Hidoyatullo Eshon bo'lsa, Sulton Ismoil xonning g'azabini o'ritish uchun o'rnining oldiga kelguncha mishiltab yig'lab maqdi. "Qani, o'rniga marhamat qilg'aylar, hazratim", dedi Ismoil xon Eshonga ehtirom bildirib. "An hazratimning himmatiga ming tasanno", dedi Hidoyatullo Eshon o'zri qo'yib. "Qiblagahim bayatdan beri yo'l yurib ko'p charchidi. Meningcha bo'lsa, janoblardan bir qadam neri bo'g'im yo'q, ammo muborak tanlarini orduq oldirmoqlari zarur. Xudo xolisa at muloqotda bo'lg'aymiz." Hidoyatullo Eshonni ostoniga kelguncha yo'l jafos tortib charchab qolgan o'xshaydi deb o'ylagan Ismoilxon ortiqcha taklif qilib turolmadi. "Undaq bo'lsa, buguncha hazratimning ixtiyorchi bo'lsin. Obdan aram ilib safar harduqini chiqirib olg'ay. Xudo xolisa ati noshtini birga qilg'aymiz." Sulton Ismoilxon Bekavul Bakka qarab amr qildi. "Hazratimni orda taki xonasiga boshlab, oldin obdan xabar olsunlar." Orda taki xonasi degani orda mehmonxonasi degan gapkan. "Qiblagahimning bunchavala hurmat ko'rsatishiga zinhor arzimaymiz. Bekavul begim ortiqcha jo'mg'ay", dedi Hidoyatullo Eshon yana o'zri qo'yib. "Men ostoniga 200-300 murid yoralarim bilan birga kelgan. Yetish qopishim ashu aziz yoralarim bilan birga bo'lg'ay. Undaq bo'lsa, u yorallarmu o'rda taki xonasiga marhamat qilg'ay", dedi Ismoilxon taklifida chin turib. "Ashu yorallarmu xuddi janobi hazratimga o'xshash saltantimizning aziz mehmonidir. Yaxshi ko'nglari, otamcha saxovatlari, nushirvon odildek kang qo'saqliq, mehmon do'stliklari bizlarga tegil bo'ldi qiblagahim", dedi Hidoyatullo Eshon o'z gapida chin turib. "Garchi oliylarining taklifini rad qilish ziyoda adabsizlik bo'lsa-mu, yanala rad qilishga majburmiz. Ul yoran muridlarimiz bu rangvoz olamning puchuq tangiga arzimaydigan rohat farog'atlik maishatlaridan farih bo'lgandir. Faqat yomg'ir yeshin, shamol bo'rondan dalda bo'g'dak joy bo'lsa, ashundaq dargohlarni Xudoyi qo'noq qilg'aymiz. Ortiqcha juvush behojat. At ko'rishkicha aman bo'lg'aylar." Sulton Ismoilxon Hidoyatullo Eshonning ko'rsatgan bahona sabablari oldida yana taklif qilib turishga amalsiz qoldi-da, xo'shlashishga majbur bo'ldi.